Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Telefondan davomli chatoq chiqyotidi. Mendan biza azrab qolganda telefonniki toza ovozniki qizil yenib inglizcha chiqib bir uchib ketib bordi-chu. Ovoz uzilib bo'lib ketib bordi. Asli bunday bo'lmaydi. Naq maydonda har kun qilayotgan o'xshash telefon. Nimaga bunday bo'ldi bilmadim. Hozir yaxshimi mening ovozim? Hozir yaxshi chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Tug'luq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Yurtim G'uljidan. Men hozir Yevropa va Turkiyadagi qarindoshlarning hozirgi vaqtida xayrli bo'lsin. Kanadadagi, Amerika tarafdagi, Avstraliyadagi qarindoshlarimiz shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men bu yerga azroq namoyishda bugun qisqalam qildim, jiq gap qilgim yo'q. Men bugun bir ikki tema to'g'risida gap qilmoqchi. Ovozim yaxshi ketib boramda? Yaxshi ketayotgan bo'lsa, yaxshi deb yozayotgan bo'lsanglar. Men parlamentning oldida Xitoy hukumatiningki, mening opam dadamningki kesayotganligiga norozi 18 yillik kesimga norozi namoyish qilayotgani 1,5 oy bo'ldi. Bugun Cheslaga yana 2021 yili 8-oyning 7-kuni shanba kash. Ovozim yaxshi chiqayotganda. Men parlamentning oldida namoyish qilayotgani 1,5 oy bo'ldi. Men beshilma gapni deydim, men media qabul qilmayman. Media hozir kerak emas. Mening planim bor, hozir bu yerda qilayotganim. Meningini hukumat bilish kerak. Shu medialar o'zi bilish kerak, o'zi kelish kerak degan narsam bor. Lekin Refiya degan bizniki Uyg'urlarniki ovozdi. Ovoz bo'limi asli. Mayli bundaq ovoz bo'lim Amerikada demokratik davlatda xizmat qiladigan ovoz bo'limlari asli haqiqiy narsa bo'lish kerakdi. Meningki qilayotganim haqiqiy narsa parlamentning oldidagi. Bularningki na aram buzilib ketdi, na nimasiga tegdi. Bir telefon qilib, "Fukam, bu ishingiz qayerdan qayergacha bo'yotidi" degan gap yo'q. Hamma dunyoviy o'yin ko'rib, bo'lsa, eloqini o'rib olsam, shu eloqa qo'limdagi shu narsalarni bir chiqarib olsam, anandan keyin shu bir ishlar bo'lib ketsa, uning bir 6-7 oy tillab uni kirgizib olsa, u yana o'zining ishini qilaversa, biz bu o'yinlarga bak tirik shohid bo'lib ketdik. Men mayaga chiqqandim, o'zimniki qo'limdagi qanchalik dasmay bilan chiqqanimni, keynimdagi qaysi bir narsalar bilan chiqqanimni men o'zim obdan bilaman. Bu Refiyaniki men nimaga qaqshab qoldim desanglar, Refiyaniki meningki shu mikroyadash meni 2018 yil bir intervyu qilgan. Mashtan degandim, Shuhrat O'shirkamga o'xshash, O'shirakashga o'xshash Müşündaq eləqə nima qilamsiz? Meni işte eləqə turmalarga telefon qilib ota-onamningki rost kesilgan qandaligini bir fuqib beramsiz, qayerligini o'jar 2018 bilmayman ularning hech qanday narsa. Adamni kirib ketgan rost, ochar adamni to'g'riliqni bergan. Sen bu afkam qilimiz dedi, qilmadim. Ikkinchisi 2019-yili müşündaq opam dadamningki 18 yillik xabarni olgan chaqda undan keyin men Refiyaniki Xansochi bo'limdagi Shangangdagi Chaglong degan Xansonikidan qildim. Intervyu berdim. Anondagi RFI, ya'niki Fransiya orejimi RFI degan. Uninkidan qildim. Uninki Germaniyanikini qilay degan chaqda meni bosirib qo'ydi. Undan keyin meni Shvetsiyaniki SVT birinchi qanal, ya'ni Jongyanda işte birinchiga o'xshash Shvetsiyanada kuchli, butun Shvetsiya ko'radi, davlat ko'radi. Stokgolmda emas. Mushundaq qiladigan chaqda men undan keyin mikroyadash mushundaq bir ikkimiz suhbat qilsaqmish to'g'riliq, kesilib ketgan to'g'riliq bo'ldi. Bo'ldi dedim. Undan keyin meni shu ikki shved muxbir narsani ko'tarib men bilan aloqaga chiqqan chaqda men to'xtab turinglar, hozir yana bir mediaga qilib undan sizlar mendan so'ragan chaq nimalarga chiqding degan chaqda men sotsial medialarim ko'proq bo'lsin bir ish amdayliqi bir qilayotganmish ishni keyindan bo'lsin faqat sizlarga emas deganda men ular bildirish uchun qilsam u mikroyadash telefondan olmadi, hech narsa qaytarmadi.
ovoz yaxshida qaytib qolgan yoki bunda bir ish yo'qdi. Ondan keyin bir yerda uqsam, bu tahrir bo'limniki, voy bu Xitoy bo'limidan chiqarib qo'yganni biz chiqarmaymiz, o bu deb qipti. Endi men hisobda bular uchun bir seg'iz bo'lib qolibdimanda, chaynab tatlig'i tugab, ta'mi qolmay meni popotangni o'rinda tashlab o'tgandek. Sababini o'zim aytib qo'yish kerak. Men sababini boshqa odamdan oldim. Shu. Ondan keyin mushu 1,5 oy parlamentning oldida to'xtovsiz namoyish qilgandimi, yo'llar mangan bir qarindoshlarimiz bo'ldi, bir faoliyatlarni qilganlarniki bo'ldi, yoshlarniki chiqadi. Menikini fikrim bir dardingiz nima? Mening dardimni refiya qilib berolmaydi. Mening dardimni faqat Xitoy hukumati qo'yib qo'yib qo'ymag'izkas. Men shu 18 yil turib o'sha namoyish qilaverman. Bu jangichilar tugamaydi. Mening dardim ota-onam. Shuning bilan bular bir qitim ahvolni so'rab qoldi. Qarindoshlar, mana ko'rgansizlar, bularningki ahvoli shu. Bularningki oxiratdagi ba'zi birlarningki shaxsiyatlarga kirgimi yo'q. Chiqib axloq nuqtasimi bor qo'y, bu bo'limdagi chiqib o'zing bilsan qo'y, qaysan. Sizlab yaqin g'ayrada o'tib ketishdan. Ma refiyadagi ba'zi bir kimlar bilmay qolsanglar, meni shu nimedagi Amerikadagi RFI bo'limidagi Asas Sulaymon apandimdan so'rasanglar bo'ldi. Asas Sulaymon apandim mikroyadashlar men tozi yaxshi biladi. Oshlar Shvetsiyada men faoliyat qilganda Amerikalar kelgan chog'da mikroyadashlar inglizchada bo'lgan. Qandoq bo'la desanglar deb berdi. Men bu narsadan cho'qim so'zlashim kerak. İkincisi RFI'deki Bekram Sıntaş. Bu sen Tünögen manga sen benim piyimge çüşkeni kançılık oldu depsen. Sen üzen ötkende oy sen ondak dep tonuşup doğru. Adamı tonuyttun. Öndidardı bildi ticaret kılmagan ben mal sepbegen. Adam Şvesiyaniki orfilamniki hücayri yaşart işlep bildi 300 neçki üyelik nesini alıdığan çağda Vay Şvesiyadan orijinal kelgin yaxshi bu yerdagilarning Xitoy kopiyasini shu nimadan yevodin akardi. Fukam undaq mening bir fukam bor Bekram deb voy muskulninki mishaga men sizninki oqsillaringizni setib beray, chiniqtirgan proteinnikini. Voy deb uni sag'izilib qildi adam. O pulni urpagan bu chatalga urmadi. Mening adamga berdi. Menga o pulni adam urpaganimi yo'q. Men pul akilamayman chataldan. Sizlar shu Uyg'ur bu yoqqa shirkatlarni qilib o'zinglar qila oladigansizlar. Sen bana sen nimaga ochig'im keldi desam, sen mening kaynimga tushsa deding, qara, sen bir sening kayningga tushsa hech kim emas, tushundingmi? Sen shunda qaqshab ketganding. Men qarasam mening bir o'ndidor bir do'stim bordi. Men mana qarasam sening adam bilan tamoq yeb o'tirib, voy osh kiyinib, taqab sod o'tiribdi-ki, hahashi qilib, bu mushtaq ahvolga qolsam, dadamni kirib ketdim dedi. Ha, dadasini kirib ketgan deb men haqda o'ndidorni da bir yoqdan qandoqga desam, voy yaxshiga dedi, tushundingmi? Erkin istiqbolimi deydi qo'y, vatandan kelgan uchurlar deb. Qandoqga desam, yaxshiga dedi. Shundan men san qo'yib, voy dadang yaxshikan qo'y, buna qo'y adamning rasmini desam, mana narsalar sirtqi chiqatmasin dedim, tunuga men chiqarib etdim. Bu narsani chiqarib Men sana deb qo'yay, qara Bekram Sıntaş. Men sana ancha-mancha lo'qlardan emas qara. Men oldiga chiqqan odam qara. Men qonun yo'li bilan, advokat yo'li bilan, adliya bilan ketib qatman. Meni qandoq vaqtida Shvetsiya bexatarlik idorasi yoki Amerikaning konsulsi chaqirsa, men borgan bo'lsam yoki bilim qilsam, men javobimni bera olaman. Sen meni palapatash, tatam sen xalqlar yezib ketsan, o'zing chiqarib sening yezayotgan narsangning hammasi voy birdam deysan, meningki olmos turg'un mening dadamga debdiki, Uyg'uristonda undaqay deding. Birdam mollalar bilan urushmagan odamning qamidagi o'tirib jimma bo'lib ketding. Dadangning jidingni qilmas bo'lib ketding. Endi qara, bu ustigan kelib, menga ustigidan qiziqda seninki. Menda bir chora tutsa, men sendan qo'rqmayman. Sen qısıvalı hem Motorola gap qilmay qısıvalı deb men tahdid yo'siniga qilsa, men tahdid yo'sinini keyingi undashmalarini tatib, rasmga tatib, inglizchaga o'rib tayyor qilib qo'ydim. Men har qanday vaqtda sening ustingdan Amerika konsuliga arz qila olmayman. Men davlatniki mendaq yerda ishlaydigan odam menga mendaq qilyotidi deb. Voy sen bilgan qara, sen deganchi qara. Men Refiyaning bo'limida Refiyada ishlayotsa, tushundingmi? Sen Refiyaninki yuziga dog' keltirgan ishni qilma.
Sen demokratiyanınki en otısınınki devleti yaşavatsa bütün dünya demokratiya ata kıldıgan, bütün dünya yenilik yaratıdığan pentim. Sen bizge onda kılma, kısıvalı dep senin hukukun yok. Facebook seninki emas. Sen kontrol kılmaysa biz nemi sözümüz ki şunu söyleyemiz. Vay anın hocam kıp ketdi. Vay Trump'ның mı çok ara heykellerini koyup her boksörçüler güm ulan. Sen açlan kömüdün mü? Vay senin kallan üzerindeki ha biz yurtundaki bir nam bolsa meşrep programmasınınki layıhlandım. Senin seviyaran meninki kemmekdi. Ködün qoy adamınki bir var bak bir yol projektininki. Nemi söp 2014 olamda nemelan bos boldu mu? Dangjongyangdakilerle ottadı mı? Abdumraylı Rındadakilerle ottadı mı? Sen nemiş kıvatsa mı ya da uydakilerin nemiş kıvatıdı? Xitayninki bir var bir yol plan tek vazgeçkeni yok şunda mı? Adam onun lintisini kesip olgan şunda mı? Bu tügüdü bu işler. Sen o bana varitangdan kılma. Gipang olsa kara Amerika konsologu aç, Sweden konsologu ba. Embassy Sweden dep bassang çıkıdı kara. Mümkün kirep meniki sen şu Facebook adresinde telefon numaram var. Telefon numaramni açlaq bersen sen açlar men bilan aloqash men bo'lganda biz sotib chiqsak bo'ladi, tushundingmi? Seninki dambayji satgan, yana birini qilgan. Seninki qara quvvatqa ishing qara xato. Sen bizning erkinligimizni, fikrimizni bo'g'manasan deb qo'y, tushundingmi? Ha, sen degan vatandagilardan pul topgan, vatandagilarning pulini xarjlagan, bir narsa sotgan. Sen de xizmatga chiqqan eding. Amerikaga kelgan 15 yil bo'lgan bilan sen sen xizmatga chiqqan 3 yil bo'ldi ya qara. Sen ben bilen değişmekçi olsan sen bana tökmet kıvatsa ki mandak kıvatsa dep mening WhatsApp'ta bir moy sana kılgan narsalarimni sen jig'ib sen sotqı ver mening üstümden. Reyfiyadiklar sotqı beringlar. Dünyaya qurquliklar sotqı beringlar. Meni cheklamanglar sizlar so'z qilish fikrimni. Biz bu demokratiya davlatida yashab turib nimishki Xitoyning kalisi uchun yashash kerak? Biz shunchalik ko'tardik-ku sizlarni. Oxirgi bu da'vo nega keldi bizni? Irqiy qirg'inchilikqa keldi. Irqiy qirg'inchilikqa keldi. Yo tuzak buni qilishmaysa. Ya mening ota-onamni chiqarib berim deb qo'yib oladi. Uni so'zlasam, uni deysa, pishnoxo'r deysa. Va bu qanday gap bu? Men so'zlayman, pang'irq etyapkicha yoki tamog'imga bir narsa sasdi deb shunda, shu bir tutay deb shunda kayniga tushdim. Ya menga qara, ey, sen Bekram, men senga qara. Men Aşı bütün mışı RFI'da deyse, yana bir yer deyse, mışı hammasını tegi tutuştuğa, yeltisini tutup ağaçtan ben meyek çıkıp bang kıvatıma. Sen mi naq meydan tıllayla meni? Vay o dadam ziyali olsa qanaq berme. Mening mi dadam ziyali? Mening mi dadam nurgun ailelikler telefon koyup bergen. Xalq nurgun yaxshilangan. Uchur aloqa uchun, taraqqiyot uchun zo'r tök bilan qo'shgan mening dadam. Sizlarniki normal o'qishlar berib kelish, yurtinglar qilish uchun mening opamni bilet satgan qatnashdi. Erkin Sıdık efendim, siz naytı bir ilki şavlandım sizni. Naytı bir ilki gözünüz kichik, naytı bir ilki. Mening nazarimdan siz ajoyib chiqib ketdingiz vaqo. Erkin Sıdık efendim. Siz birincisi ben Tangsonga o'xshatibdi. Nima depsiz siz Tangsong o'rnini olgan bo'lsangiz zo'r ish bo'ladi. Tangsong g'arbga 180 ming chaqirimni qancha mingni berib, Hindistonga berib, nomni ilib, Tangtayzonga qaytirib bergan. Ikki davlatning o'rtasida madaniyat almashtirishda xeyli cho'ng to'klarni qo'shatib. Sizlar nima ish qildinglar? Erkin Sidiq efendim, siz bosh maslahatchi ekansiz. Sizlar da'vo qilib nima qildinglar? Vatandosh lager ichildi, boshqa shumida xalq o'ldirildi. Tangsın dedinglar meni, o bu deb boshqa narsalarga qarab o'zingiz degan chiroylaringiz qarab yiqmay o'tibdiki. Siz tangsın emas. Siz NASA ishi osmondagi ishlar bilan qilganki, sizlar hukumatda kommunistlarga erish peshvosi deymiz sizni. Tangsın desa, jiq yaxshi narsalarga o'xshaydi sizni Erkin efendim. Sizningki bu yerdagi ba'zi bir qo'llovchilaringizdan bilaman, Mashal gruppasidagi Mishak Abchukur Muhammad deyman degan she'r yozdigan bir she'rniki misrasini Erdo'chidan deb bo'lsak bir she'rni misrasini kuchadan topmiz o odamni. Men o odamninki men kurashga men bu temalar kirmay atlab o'tib ketay Erkin efendim. İkincisi qo'llaydigan barmoqlar bağı
70 tal barmoqga, uning ichida hammasiniki noma'lum emasga debsiz. Menmi bosqan? Mening kimligim yo'qmi, Erkin apandi? Men sizni chiqib tillayapman, siz ko'rmadingiz, sizga radio beryapman. Siz shovrankansiz bo'g'oyliq, pes odamkansiz. Mushinchik narsalarga qanday e'tibor berib, qizlarlik Instagramda mancha odam follow qilibdi, mancha odam like beribdi, mancha odam yurak beribdi, mo yozmabdi, mo bir ajab qo'taka ishimini ko'raman kerak. Shu narsalarga diqqat qilgandan keyin uningdan keyin olim Ismoil va men Uyg'ur men o'yla yezibdi, o bu debsiz. Bo'pti yozgan bo'lsa, yaxshi qilibdi yozgan bo'lsa, sizni bu demokratiyada yashayapmiz. Men dedim-ku, Trump nima tillayotdi? Yo'llarga haykallarni qo'yib qo'ydi, nohaqchilik qilib biletlarni ib tashlab, Oqsaroylarni impish qilamiz deb ketdi. Siz biz degan nima? Uning qaragan chog'da Erkin apandim, siz bu dunyoniki shundoq ashta yer yashab turib, qallingiz tirchi sizniki shu. Uningdan keyin meninkini men iliqindak nimalarni qilmayman, mening do'stlarim bor, u bu deb siz meni qartsinlik qilib aytibsiz. 3-nuqta. 5-si Sayram o'g'loninikida konsulniki kirib chiqqan odamning ikki parcha rasmi debsiz. Erkin Sidiq apandim, konsul deganga qanday odam kirib chiqadi? U Sayram o'g'lonning butun nasibkasi siz e'tirof oldingiz shuni. Kanshan qarg'aylarning yiltizi bir tutash sizga taqashdi bu-chu, shuningga siz e'tirof qildingiz. Anandan keyin Abduvali Oyib degan pali-patash qo'p menga pasport kerak yo'q, Xitoy hukumati zimin dalti va jo'libdi Xudoyimning ulug' qudratidan ashta jo'ltidi. Ko'zlari ashaq u yoq bu yoqqa ketadi. Xalqning ahvozlari borda, qizlarning bosqinchilikdagi ingirgan ovozlari nola qilgan Xitoylarga, onalarningki chochlari chuvuq holatda, dadalarningki qaddi mukchaygan holatda, nima degan yaxshi odamlar kirib ketdi. Men vatanlik chog'da onda yaxshiliklarni topshiriq daftarlariga yordam beratdim deb. Men topshiriq daftarlariga ko'chirib olatdim. Mushu gaplarni endi siz depot kichik bola qo'yliq, men senga anda qildim, sen menga manda qilding, u bu deb. Atanda hammamiz yaxshi qilgan. Xitoylar degani biz toza o'rgan. Mishni shattoq, universitet degan, faoliyatlar degan, voy biz degan, andaq deb degan toza qilatdik. Siz degan, yiliqi Hanzola bilan degan, voy alayda hukumatninki ta'minlashlardan bahramon bo'lib iliqi chiqqan rasmlaringizni chiqatdi-ku. 8-si Erkin apandim, siz va sizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligida meni sotga bersanglar bo'ladi. Biz sotni ko'rsak bo'ladi. Mening oila qanday sotda do'stlarim bilan bermoqchidim, o bu degandek bir inkoslarni birlari yezibdiki ko'rib qoldim. Meni beringlar. Men bir chiqay shu sotga. Agar futurib qo'ysam, turmada yotay. Futurib qo'ymasam, haqiqatni bir ko'rayli. Bir cho'lib chiqib baqsin buningki. Konsul ko'chisi deyman. Konsuldagi yurgan odamga oshni 2 tal rasmi chiqqanga deb. Osh abala 2 tal rasmi konsulning ichida bo'lganlar qancha odamni tutqizyapti? Erkin apandim, Misr qanchalik bolalarning ota-onalari yig'lab ketdi. Ya abalning sizda vijdon tuyg'usi yo'q deya baqo. Sizda michildab ko'zlaringiz degandan shu qit degan. Onun degan dedingiz bizningki bu tatiyotgan narsalarimiz Yahudilarnikidek emas. Biz bu narsaga nimaga shukr qilmasak Erkin apandim? Vatanimiz bormi? Vatanimiz borligiga shukr qilamiz. Vatan bo'lmiz, madaniyatni qo'g'damaymiz, tilni qo'g'damaymiz, dinni qo'g'damaymiz, otanimizni qo'g'damaymiz, suyimli xalqimiz hech nimani qo'g'damaymiz. To'g'ri? Men shu archikanman, to'ldim. Siz to'lab yiqing. Irqiy qirg'inchilik qildi, bir mustaqillikda bir chiqib yiqinglar. Projektlarning ichidagi avtonomni chiqarib etib bir demokratiya bilan kishilik huquqni qilgan bo'lsanglarmi, xalq bunchalik ranjib ketmoqda juma. Aşı bola qanchalik odamlarni, shunchalik odamlarni nima qilyapti? Qanchalik odam bolalarni, shunchalik yaxshi qori bolalarni, shunchalik boyning bolalarini din uchun o'qiganlarni qanchalik qayni qilyapti shu Sayram o'g'loni. 2 parcha rasmi chiqib qolganga deb. Voy bu sizda vijdon tuyg'usi bormi, yo'qmi? Sizni bir odam tuqqanmi? Qanday odam siz ey? Jang shu parchani yap cho'ng'ilgan ekansan va adassan. Texi
Biz bu anınga razı olaylı. Mening apam dadam agar hayat chiqib qolsa yoki men bir kunlar ko'rishib qolsam, erkin sizlar efendim mishta razı olaylı mishunga deganda sizlar razı oldinglarmi deb men ota-onamdan rozilikni olaman. Sizningki razı olganmi razı. Aş vatanniki boshqunchilik uchrab ketganlar mush kunga razı bo'ldi ekanda. Vatanniki o'lib ketgan nahaqda mushu kunga razı bo'ldi ekanda erkin sizlar efendim. Vatanniki bizning irqiy qirg'inchilik uchayotgan mening beguna ota-onam 18 yoshlar mushu sizningki degan bo'yicha mushunga shukr qilib turma deytish kerakmi? Mata! Xullas kalam, razı olmasang sotqi ber. 9-si so'zlagan bir nutqlaringizga yana bir narsalaringizga siz diqqat qiling. Meningki ma videolarimni men naq maydon qilib turaman. Siz og'zingizdan ketib qolmang, qarang. Siz vatanda palay yaxshi ishlarni qilgan bo'lsangiz, siz mayaga chiqib qilsangiz kerak. Millatning beshi kun tushgan chog'da Qur'on Karimda yozilgan. Mehmon bandilarning ichida nurg'un sahobalarning ichida og'zi kupurlik qilib eng oxirida bir yig'iz men jannatga kiraman, umr bo'yi yaxshi qilganligim uchun deganlik uchun ketib qolgan. Tushundingizmi? Sizmi mana shundoq bir umr qilgan yaxshi ishlaringizni vatandagi shundoq erkak qilgancha borimizga shukr. Men shukr qilmayman. Qison dunyo Uyg'ur qurultaydikilar. Tuqqanlar kirmadimi? Men hech birisinikini ko'rmadim. Guvohlik bergan yoki bir nima qilgan bir Ro'shan Abbos xonimnikini ko'rdi. Adam kirib ketdi deb yig'lab yurganni, medialar chiqib yurganni. Mumkin Dolqin Aysa efendimnikini ko'rdim. Sog' salomat TV'da ko'rdik qarindoshlarimni. Siznikini ko'rdik. Uninki sizning bu og'zingizga gaplardan, bu atrofingizga qilayotgan odamlar bilan ishlardan men qanchalik ishonishni bilmadim. Ya qarindoshlar, bu London soti to'g'riliq bilan ayrim tushuntirib ketibsizlar. Mushu sotni olsa, dunyo ko'rsa, aningki dunyo ko'rdi. Daqudunbaqni, Rahima degan ayolning naqsh etganini hammani ko'rdi dunyo. Sotdan keyin irqiy qirg'inchilikda boshlayotgan oshkorlaydi, jakarlaydi debsizlar. Prezident Trump hukumatiningki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim 2020 yılı 1 ayının 19 günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Uygurlar üstünden irqiy qirg'inchilik qilyapti deb Xitoyning jinoyatini bekitdi. Amerikadagi asosiyatdan NATOga a'zo davlatlar buningga ergishib ketmaketdan orqadan jinoyatini bekitdi. Bu London soti bo'lmasimi, bu baribir bu bekitilgan narsalar. Bu degan CIA'dan shu Amerikaningki uchur markazidan Uyg'urlarningki aniqlagan narsalarni tug'mas qilayotgan, o'ldirayotgan odamlarnikini siz biz ko'rolmaganlar hala ko'ralaydi. Ko'rib irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Ham Londonlik sud qilib, va Solih Xudoyorniki minglar beringlar. Erkin Sidiq efendim, meni siz uchun qarang, ishkilanmay sud qo'ying yoki boshqa siz bilasizmi, yana bir qaytim deb beray. Embassy Sweden deb kirsangiz, shu kirib meniki ma Facebook telefon nomerlarim turibdi yoki Shveysariyaliklardan so'rasangiz-chi deb berdi. Voy, sizniki chorak yaloqchingiz bor bu yerdan bilaman. Men hech narsadan rozi bo'lmayman. Meningki kartamda palonchilik pul bor. Meningki shved garajdorligim bor. Meningki uyim bor. Meningki vatanim yo'q. Mening ota-onam yo'q. Mening ota-onam kesilib